Neyden oldunuz bugün? Qanday deb o'ylaysan? Uylanmangsiz bari. Nimaga baxtliroq uylanmadim? Kelinimiz chiroyli, ko'z tegmasin. Hamsiyamiz Nargizding o'zi. Niye qara? Sen bir chilcha jirding shu Nargiz bilan o'g'lim. Voy kelin, siz hech ham xafa bo'lmang, o'zingizga olmang, maylimi? Jigitchilikda bo'lib turadi-da aynan, a? Yo, oyijon xafa emasman. Nargiz! Oyim aytdi-ku, yigitchilikda bo'ladi endi. Yirtaman Nargizingni! Uzr. Ha, o'sinjon, siz ham omadingiz bor ekan. Boburjon ham shuncha qizlar bilan yurib, oxiri sizga uylandi-ya. Yana xafa bo'lmang gapimga. Yo, opajon, sizdan nima xafa bo'laman? Ketdim, hozir kelaman. Onasini emasi. Nechtasi bilan gaplashgansan? Endi o'zining gapiraverdida kuyyapti-da u. Yana bir gap eshitsan, yo'raman. O'g'lim, ko'zingga nima qildi? Ishkab ko'rib oldim. Erta ko'maysan, esingdami? Bitta qizning orqasidan rosa kaltak yerding. Shunga uylanmasam o'laman derding. Kelin qan? Bilmadim. Qara, yomg'ir kunni. Arnigor! Tushunmadim. Kim bu yigit? Nimani tushuntirasiz? Men uyimdagilar shu yigitga majburlab turmushga berishmoqchi. Men ham shunga majbur chiqdim. Majburdan chiqdingizmi? O'z xohishingiz bilan chiqmadingizmi? Yo'q. Ha, unda mayli. Ertaroq uyga boring, telefon qilaman. Tushunmadim. Zarini Nigor! Bu nima? Menga uydagilar majburlab berishyapti deb, istoriyangga baxtliman deb yozibsan-ku. Qarang, Instagramdagi auditoriyamga baxtsizman deb qo'ymayman-ku, tushuning. Atak baxtsizmisan? Umuman baxtsizman. Baxtsiz bo'lganda ish qilib. Nazoratimdasan, telefon qilaman, uyga bor. Tushunmadim. Vau, shampurga kelish orzuyimda, orzuyim amalga oshirganingiz uchun rahmat. Zarnigor? Sani majburlab bunday qilayotgan odamga nimaga rahmat aytyapsan? Qaymani tekinga olib keldi, yedirib ichiryapti, qanaqa qilib rahmat aytmayman. Shoti to'lamayapsanmi? Yo'q, o'zi to'layapti. Unda rahmat Zarnigorni yedirib ichirayotganingiz uchun, janob. Tushunmadim. Baxt o'zi nimadir, men bilolmadim. Zarilmi Nigor? O'sha peri bor. Baxtsizman deb, baxt o'zi nimadir deb qo'shiq aytyapsan? Jonga tegding-ku piramida qosh. Ha, men baxtliman. Men hech kim majburlagani yo'q, o'zim xohlab turmushga chiqyapman. Bo'ldimi? Shunaqa dedi jinnivoy, nima qilasan meni aldab? Tushunmadim. Tushunmaganingiz uchun ham sizga tegyapman-da. Nega bu tumug'ini? Kecha qovurg'asi sindi bechorani. Polni kraska bo'lgan aka bu. Nima, yarimgacha bo'lsinmi? Yarmi ala-bula bo'lsinmi? Yurish qanday aka buni? Yurishi nozik bunday. Delovoycha. Kelin necha aka buni? Yila otangdan katta. To'g'ri savol berilar, olasanmi yo'qmi? Bo'lmasa yo'qol. Narxi necha pul? 8000 berib olib ketaman. 8000 ga jentra beryapti. Bor jentra. Nima qilib turibsan ladachan oldida? Bor yo'qol. Ya assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Balosiz. Jiguli haqida qo'shiq aytdingiz, hamma Jigulim sotilib ketdi opajonim. Yo'q, xursandman. Nima xizmat opajon? Endi uka bizga Lada kerak edi. Mana Lada siz uchun chiqarilgan opajonim. Bir yangi ashula aytganman Lada degan. Shunga klipimizga kerak bo'lyapti Lada. Bo'ldi opajon. Nech puldi masala narxini buni? Endi bozor 38 qildi. Endi opajon sizning hurmatingiz bor. 30 ga berib yuboraman. Tavba qildim, odam ham shunday noinsof bo'ladimi? Bor yo'qol jantraga ket, xafa qilib qo'yaman hozir. Bo'ladimi? Bo'ladi, qizil rang kerak deb biz. Olamiz. Opajon, endi shuncha arzon qilib berdim. Bitta Bobur avtofurush deb istoriya qo'yib berasiz, ha? Xo'p. Opajon, yana bitta iltimosim bor. Xo'p. Shu Xitoydan Li Huan Chung Chang degan mashina olib kiryapmiz. Shuni ham bir qo'shiq qilib bering. Nimaga? Ketmayapti-da, ona nimaga? Vobshe ishlamayapsanlar. Hozir mana ro'za sezon, mazza qilib soqqaga uringlar. Sen nima qilyapsan? Nima sotyapsan? Vlajni sotyapman. Qanday sotyapsan? Odamlar vlajni kerak emas deb 5000 tashlab ketyapti. Pulni olyapsanmi? Ha, olyapman. Nima olasan? Menga pulingiz kerak emas. Vlajnimni olib deb o'tkazmaysanmi? 3000 ga vlajni olyapsan, qara.
25 mingga sotyapsan. Yo'g'i. Hammasi tizimlashtirilgan-ku. Sen nima qilyapsan sen? Balon qoraytiribdi. Chumarak, shu havoda kim balonni qoraytiradi? Nima qilay? Jumaga bor. Mana masjidlarga bor tarovihda. Ishon mana chotki pul qoladi. Ha, paket ko'tarib. Sal kalini ishlab-ji. Siz nima qilyapsiz onaxon? Men bozorda ashula tepam bola bilan. Ashla? Men sizni ko'rdim. Sizda uyat bor ekan-a? Bunday qilib turibsiz-da, u odam ketsa siz ham qolib ketyapsiz. Endi 2 oy bo'ldi-da. Oxirigacha silang. Uyatni yig'ishtiring, yurakdan olib tashlang. Yuzni bezni yoqing. Hop, mana oyim bola emasligini bildirib qo'yyapti-da. Mana qarang. Mana shuni kiying. Bitta bolacha ushang qo'lingizga. Obodonlashtirishda ishlayman deb prosta shunday tursangiz bo'lki, sizga hamma pul tashab ketadi. Tariqal endi sen. Sen nima qilyapsan, Mo'ylov? Men shu viloyatga keta olmayapman aka, pulim yetmayapti deb Sirdaryo Jizzaxgacha pul olibman-da. Nimaga Sirdaryo? Surxondaryoda, Qashqadaryoga de, Qoraqalpoqqa de uzoqroq bo'lsa ko'proq pul beradi. Tamam. Sen nima qilyapsan, aktyor? Shu aktyorskiydaman. Qanday aktyorskiga? Nima qilyapsan? Mana shu cho'loqlarni yuribman. Sen internetga chiqib ketding. Sen jinnimisan? Sen u yoq bu yog'ingga qarab yurmaysanmi? Bunday qilib yuribsan, qara. Bunday qilib yurib ketarmishsan-da. Keyin bunday qilib seryoz qilib yoqib ketyapsan. Oxirigacha yur cho'loq bo'lsang, oxirigacha cho'loqlik qil. Kamera yo'qda. Ko'rmagansan. Sen u yoq bu yog'ingga qara. Internetda chiqding sen lekin. Ustoz, o'zingiz motivatsiya bering, yana nima ish qilsak bo'ladi? Qaranglar, bitta mashina arendaga olasizlar. Yo'lda bitta benzinlaring o'chib qoldi. Viloyatga keta olmayapman deb bolalar 100 ming, 200 mingdan yosh bolalar pul yig'ishyapti. Sen bor mana bolitsalarga bor. Akamni pechinini o'zgartiryapmiz. Pul kerak deb pul yig'. Siz doriga pul so'rang bolitsalarda, ishoning, kuniga 150, 200 ming naqddan olasiz. Ustoz, o'zingiz nima ish qilyapsiz? Men shunda qo'shning bolachasini olib chiqqanman, bitta rasmga olib internetga qo'yganman. Blogerlarning nomidan ehsonli kanal ochganman. Mana shu mana yana telefon bo'lar. Yo, akajon masjidda yig'ilishiga yig'yapmiz hozir. Masjidga ehsonli yig'yapmiz. Haloliga hech narsa yetmaydi. Halolidan qismasin. Halol topgan pullarimizga to'ylar qilaylik, yuzimiz doim yorug' bo'lsin. Olaylik, oldirmaylik. Olaylik, oldirmaylik. Bu fakt. Mani uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqil. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni felinga o'xshab, mesestra qizga uylantiraman seni nasib qilsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantiryapsiz mani? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indrajitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysanman, zato mesestra. Uylanadimi, yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi beri? Uylanadi. Xola! Mesestra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesestra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im. Qoshig'im qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda bor. Yet qizga shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor uzr podkoza ketibdi-da. Mannani uchibdi. Aya. Ha. Dadam qani? Ichkarida qoshig'ing kapelnitsa qo'ygan. Dadajon. Kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr, mannani uchibdi. Bitta antibiyotikni olasiz. Unga antifox va antistepni aralashtirib, Qayerga shunaqa qiluvdim hozir? To'xtang-chi ona. Turing qarang. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. Bu odamni shokib qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi o'zi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Nasib ko'raymi? Mana aya, men sestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qo'shig'il, baxki.
Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yangasi qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana ya, o'qigan baribir bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chala savodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qilib tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. Ertaga men uchun muhim kun. Ertaga imtihon topshiryapman. Voy yo'g'i, zo'r-ku. Ha, zo'r. Mana shu muhim kunda meni yonimda turishingni xohlayman. Bobur aka, har doim har qanaqa vaziyatda men siz yoningizda turaman. Xudoyim. Namuncha zo'r qiz topganman-a. Ada, oyi, bugun bo'lajak kuyovingiz imtihonlari edi. Shunga sizlar ham borsanglar surpriz bo'lardi. Shu bahonda kuyovingiz bilan tanishib olardingiz. Haqiqatan oyisi qizimizni unashtiribmiz. Hali kuyov bolani bir marta ham ko'rmaganman. Shu bahonada ko'rib olardim. Boramiz. Hurmatli mehmonlar, aktyorlik mahorati imtihonimizga xush kelibsizlar. Birinchi ishtirokchimiz kursimiz faxri, kursimiz yetakchisi Baxtiyorov Boburjonni taklif qilamiz. Mani kuyovim bo'ladi. Boburjon, tayyormisiz? Tayyorman, ustoz. Ovozini qara, Gamletga o'xshaydi. Marhamat. Yo'q, qaynotam kelibdi. Sevib turmushga chiqishga boshqa jonivor yo'qmidi? Boshqa hayvon yo'qmidi?